Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlarining hayot shohidlari Shveysariyaning Janva shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida jam bo'lib faoliyatini boshladi. Ular Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komissaridan Sharqi Turkiston ziyoratiga o'zlarini mu'ilib berishini talab qildi hamda mazkur o'rindan oylar burun tamomlangan Uyg'ur kishilik huquq dokumentini e'lon qilishga chaqirdi. Pakistanning Karachi shahrida yuz bergan o'zini qo'shib portlatish hujumida Kongzi institutining mudirini o'z ichiga olgan 3 Xitoy o'ldi. O'lguchilarning biri Karachi universiteti Kongzi institutining mudiri Huang Guiping bo'lib, qolgan 2 kishi mazkur institutga Xitoy tili o'qituvchisi qilib avatilganlar ekan. Balujiston ozodlik tashkiloti vaqadan keyin ommaviy taratquv hisobida bayonot e'lon qilib, hujumga mas'ul ekanligini bildirdi. Hujumchining bir qiz o'quvchi ekanligini o'tirg'i chiqdi. Tesla'ning bosh ijroiya amaldori Elon Musk Twitter'ni sotib olgandan keyin Amazonning qurg'uvchisi Jeff Bezos Xitoyning bu sipsiga bo'lgan ta'sirini oshirganligiga ishorat qildi. Bezos New York vaqtigasining muxbiri Mike Forstingning ijtimoiy aloqa hisobidan Muskning Xitoy bilan bo'lgan savdosini o'z ichiga olgan yozmasini naql keltirib, "Mening bir qiziqarli savolim bor. Xitoy hukumatı Twitterda ma'lum ta'sirga erisha olamdi?" deb so'radi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining raisi Michel Bacheletning Xitoydagi tekshirish faoliyati 25 aprel kuni birinchi qadamni olgan hamda o'mak sifatida Xitoy tavasi kirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq bayonotchisining bildirishicha, 5 kishilik tekshirish o'maki shu kuni Guangzhou shahriga tushgan hamda yerlik qonun bo'yicha 2 haftalik karantinga o'rlashtirilgan. Sri Lanka pul muomala krizida Xitoy bilan qarzni qayta tashkillash to'g'risida suhbat boshladi. Davlatning moliya ministri Ali Sabri 51 milliard dollarlik tashqi qarzni muddatga bo'lib to'layolmagachga, oldin qatda Washingtonga berib xalqaro pul fondi tashkiloti, Dunyo bankisi, Hindiston va boshqa davlatlar bilan ko'rishib, iqtisodiy yordam talab qilgan. Egalanishcha, Sri Lankaning Xitoyga 3 milliard 500 million dollar qarzi bor ekan. Xitoy, Hong Kong va Tayvanda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar ko'paymoqda. Yaqinqi 24 soat ichida Xitoyda 19 mingdan ortiq, Tayvanda 5 mingdan ortiq, Hong Kongda 500 ga yaqin bemor bayqalgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev hokimiyat beshidagi partiya omonatdagi vazifasini va a'zoligini oxirlashtirganligini e'lon qildi. To'qayev o'z davlatining butkul rayonni qoplagan cho'nqur monopollikdan qutulish bosqichini boshdan kechirayotganligini ko'rsatib, bu jarayon siyosiy tuzilmadan aylanib o'tmasligi kerak dedi.